Tushunmayman. Uy-joyim bo'lsa, sog'lom bo'lsam, yana nima yo'q deyapsiz? Menga uylanadigan yigit mahrga 9 xonali uy bilan bitta gelik berish kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, eng muhimi, turk bo'lish kerak. O'zimizga bo'lsa nima qilibdi? Ular qilgan ishni siz qila olmaysiz. Nima qiladi ular? Turkcha gapirishni biladi. Turklarning tili chiroyli-da. Endi bir kam uylanaman deb turk tilidan ayt solib kelishim qoldi. Men faqat bittasi bolalarga o'xshaganlarga turmushga chiqaman. Dugonalaringizmi ular? Tanimadingizmi? Buni hamma taniydi-ku, bittasi. Qarang, chiroyligini. Nega yoshini ham, millatini ham, ko'rinishini ham umuman farqi yo'q. Muhimi to'ydan keyin Amerikaga olib ketsa bo'ldi. Hozir tilimga bitta gap keldi-yu, aytsam bu bola ham ayntdi deyshadi-da. Nima bo'lyapti sizlarga qizlar? Bittalar Amerika, bittalar Karis, bittalar 9 xonali uy gerik deb o'rasizlar. O'zimizni bitoni tegaman deb turgan bo'ydoqlarni kim o'ylaydi? Men o'ylayman. Oilamni, erimni o'ylayman. Nech pul topib kelsa ham hammasiga qanoat qilib, aytgandan so'zsiz chiqmasdan yashayman. O'zimizdagilardan qo'ymasin. Ne o'xshaylik? Mashnaqa qiz bormi bu hayotda? Voy, men qidirgan qiz sizsiz. Oldinroq qayerda edingiz? Nega keldim? Voy, kelding bola? Tushunmadim. Siz bolangiz bormi? Ha? Voy, qo'rqmang, ajrashganman. Sizga aytgan gaplarimni ajrashgandan keyin tushundim-da. Onasini ham uylanishga qiz topilganda sharoit yo'q. Sharoit bo'lsa qiz yo'q. Kelasi ham topilganda chirib ketmasam bo'ldi ish qilib.